Assalamu alaykum aziz yurtdoshlarım, ekran altidagi qadrli ko'rurmanlar. Yakshanbalar xayrlik va berekatli bo'lsin. Yana bir akademiya suhbati programmasi bilan yuz ko'rishib turibdimiz. Programmaga xush keldinglar. Bugun Uyg'ur madaniyatidagi mo'jiza xarakterlik bir madaniyat mirosini va uning bilan munosabatlik ma'lumotlarni huzuringizga sunmoqchi. Qinamsa diqqatinglar bizda bo'lsin. Bugungi programmamizning aziz mehmoni Qozog'iston Uyg'ur ziyolilaridan geologiya professori Abdullamjon Samsaqov akamiz. Abdullam aka, hoş geldiniz. Rahmet. Program teklifimizi qabul qilib, program qatnashganingiz uchun men rahmat aytaman. Qadrli yurtdoshlar, bugungi temamiz kariz. Kariz dunyoda mo'jiza deb qaralayotgan bugungi kunimizda biz Uyg'urlarning ajdodimizning mirosi bo'lgan bu kariz yoki karizlar, nurg'un karizlarimiz bor. Bu haqda qanchalik ma'lumotimiz bor? Ko'pinchimiz ismini anglagan, lekin tafsilotini bilmasligimiz mumkin. Bu programda karizning tarixi, qurilishi, injenerlik alayidliklari va bugungi ahvol haqidagi tafsilotlarni Uyg'ur karizlari ustida tadqiqot etib borgan va bu temaning mutaxassisi bo'lgan Abdulla aka bilan Abdulla aka anlatadi sizlarga. Abdulla aka, ekran oldidagi yurtdoshlarimiz siz haqidagi tanıştırışınızı anlaşını xalaydı əlbəttə. Şuna aldı bilən siz özünüz haqqında qısqaça sözlər bəyan bolsanız. Xinəmsə söz sizdə. Mərhəmət. Assalamu alaikum. Teledidar ko'ranmanlarga hammalarga sog'lik, salomatlik, kuninglar xayrli bo'lsin. Men o'zim to'g'ri gap qilsam, Urumchida tug'ilgan. Mening dadam Abdurrasul Samsaq 50 yıllarının başlarında Şinjan Ma'rifi gazetesinin baş redaktörü, baş muharriri bo'lgan. 50 yıllarının o'ttirlarida jurnal içilgan, şunun birinci redaktörü. Şu endi apam to'g'rilik gap qilsam, apamma dadam ikkisi Urumchidagi Darulfunda o'qiganda tunishib turmush qurgan. Dadam Bejin Millatlar institutida o'qigan, ya'ni part maktabidami o'qigan, partiya maktabidami. Shuning uchun yosh bo'lsa 27 yoshida birinchi bo'lib shu jurnalga baş muharrir bo'lgan. Bu jurnalning alayidligi men bugungi kunga hayron qoldim. 50 ming tiraj bilan chiqadi. 50 ming. 50 mingdan sirt 50 ming. Men hayron bo'ldim, sabab shu jurnalning 50 yillik munosabati bilan Urumchidan dadamning adresiga ranglik chiqargan jurnalni avitib. Aşağıda yazıqlıq, tarixiy yazıqlıq 50 ming tiraj. Bundan başqa Qozog'cha ham Xitoychaga tarjima qiladi ekan. Albatta bu hayron qolarlik ahvol. Biz buni Qozog'istonda cho'ng bo'ldik. 50 ming tiraj bilan chiqadigan bir jurnal baka ya gazet baka deb anglab baxmadim. Bizning vatanda bir jurnal, Ma'rif jurnali 50 ming parcha chiqayotganligi bizni hayron qoldirdi. Endi dad jamiyatiga kelsak, ularning bir tarixiy shaxslar. Dadamning dadisi Hamdullah Samsaq Davlati degan odam ko'p tillarni bilgan, ko'p o'qigan odam. Mushu Turkiyaga bog'liq Aysa Yusuf Altekin, Mamtimin Bug'ralar bilan shu Nankinda, Bejinda tanishgan. Mening bu tanishib bir-biriga tanishib bularningki iqtisodiy tarafidan ko'p yordam qilgan. Undan keyin shu zamondagi Çankayşı hükümet erbablari bilan ko'rishganda, ular sen bizi bilan birlikir deb, shu buam birlikiribdi, suhbatga birlikiribdi. Keyin Urumchiga qaytib kelgandan keyinmi, bular uchrashib turgan, aloqa qilib turgan, ular hozir mening dadamning xotir daftarlari, buamning xotir daftarlarida chislolarigacha, kuni, oyi, soatligacha yoziqliq nima to'g'risida suhbat bo'ldi, qachon uchrashdi deganda. Va 1992 yili men Istanbulga borganda bu to'g'riliq Aysa Yusuf Altekin
dadımızma nihayeti tefsili sözlep bergen. Endi yana bir narsani aytgim kelyapti. Ama şu samsak degenimiz biz 4 avlod samsak familiyasini qo'llanib kelyapmiz. Samsak degan bizning buvimiz mush sizlar hamma bildigan Prjevalskiy degan sayohatchi bor-ku. Bizning vatanni 3 qitim orlagan. Şu sayohatchining Lobnorga 3 qitim sayohat qilgan bizningki vatanga. Şu sayohatda tarjimon bo'lgan mush samsak. Hüccetlerde Abdülbasit dep atıldı, Abdullah dep mi atıldı? Prjevalskiy Abdullah deydi çakara. Şunuğa mening buam özünün dadısının ismini bana koyup koygan ki Abdullah. Bu 3 kıtım ekspedisiya katmışıdı ve Fransa'nınki şahzadesi bizning vatanga şu sayohatga borganda uningga mı yardımcı buldu. Ula Merkezi Asya bilen qaytmaydı Fransa'ga Beijing arkalı, Egipt arkalı, Fransa arkalı qaytganda şu Fransa'gacha bilib berip eşedin şu bizning yerkenki qaytib keldi. Ben bunu aytish arkalı bir narsani qo'shib qo'ymoqchiman. Agar tasadduqiy Prjevalskiydagi odamlarning qishida Uyg'ur tillik tercümanı bulmasa başka millet tercüman bulganda şu yer su namları, üsümlüklerinin namları, hayvanatının namları başka tilde atılıp gider. Hazır görüp durumuz ki Avrupa alemi öz bizim ana tilimizde şu kök tatlarının, canavarlarının, yesunun namlarını ama şu Uygur buğallıktan Uygurca atılıp ketken bulanın emeklerinde. Ben şunun için nihayet hoşal buldum. Biz bunun emgigini hem şu buam Yetsu'daki Uygurlarının ki namıdan 1883 yılı Moskvaga bağın. Bunu resimdeki mening o'ng qo'l tarafda sirtda o'tagan şu samsak buvay şu qilish bilan o'tagan undan keyin ana jamiyatiga kelsak biz endi dod jamiyati ililik ana jamiyati turpallik hem shu Bejbaliqning yendiki buchung degan yaba ko'p urug' tuqqanlar ashadi. Opamning aytdi Maryam xon resimlerim var. Şu 50. yıllara düşken resim. Anamның, dadamның resimleri. Bu buğunuz mu? Hazırda nemedeki. Bu anның resmi Tencinde düşken, Beijing tarafta düşken resmi 1928. yılda düşken resim. Apam dadamның renglik resimleri var. Ürümçide 50. yıllara düşken. Apam şu 6. mektepte muallim bo'lgan. Hem şiir yazatdı, hem makalla yazatdı, gazet jurnallarga. Hatta şu Almatı'da Uygur avazıma makalla yazıp durur. Meryem Xan, İsmail kızı, Giyit Hekimbek. Bu dadam. Endi ben özemi kelsem, 4. sınıfta dadamga ilki içilip sayraş degen bir vaqtlar oldu. 50. yıllarının oturulurda. Şu vaqtda içilip sayraşta köpürek içilip sayrap ketkenmi, o'ngchi deb qalpoq kiydirib Sovet garajlarini bug'anliqdan 3 kunda şu o'z yurtinglarga ketinglar deb Qozog'istonga aytdi. Shunday qilib chiqib qolgan men 4. sınıfga chiqib Chapay degan mahallaga tushib, hozir Qarg'ayli mahallasi deydi. 8. sınıfgacha ashada o'qidim. Undan keyin 8. sınıfdan Olmaota shahrida o'qidim. Olmaota shahrida in ilg'or maktabimiz Qozog'iston bo'yicha yaxshi ulgulik o'qishi mixti bolalarni yiqqan sabab men 7. klassda o'qimagan rostini aytsam 6 dan 8 ga yetkavatgan meni bir. Shu yaxshi maktabda o'qib bitadim, uni maktabni yaxshi o'qidim. Tashkentga berib o'qishga tushdim. Politexnika institutida uni geologiya razvedka fakultetini tugatdim.
diplomni Alabada yaxladım. Onundakin diplom bilen tahkan injineriya diplom bilen bir qatarda harbiy kafedrada o'qib, leytenant unvonini oldim. Harbiy leytenant. Shu tufayli men o'z xizmatimni harbiydan boshladim. Ukrainaga berib, o'shaga avatda Ukrainada tank polkida vзвод komandiri, rot komandiri bo'lib xizmat qildim. Mening bir kasbim shu harbiy. Buningdan o'zimning o'qigan o'qishim geologiya bo'lganlikdan o'sha 24 yil mobaynida geologiyada xizmat qildim. Geologiyaga o'qish tushganimning sababi sayohatni yaxshi ko'radim. Shu buvamga tatqanmikan Samsaq buvayga geolog bo'lsin, Turkiyada sayohat qilsa degan gaplarni anglab shu fakultetga tushdim. O'zimning armanim amalga oshgandek men ko'plagan davlatlarda xizmat qildim. Masalan, O'zbekistonda, Qozog'istonda, Armeniyada, Rossiyaning ko'p joylarida, Mongoliyada, Afg'onistonda, mustaqillarda va ko'plagan shaharlarda ishladim. Jumladan uzoq muddat Moskvadagi bizning bosh institutda xizmat qildim. Bosh institutda xizmat qildim. Mening 40 ga yaqin amalga oshgan sizlar projekt deysizlar, proyektlarim bor, amalga oshgan. Uni yaxlab, u yaxlagan proyektlarim Qozog'iston, O'zbekiston va Rossiyaningki arxivlarda saqlanadi va mening nomimda atalgan Qozog'istonda Mangashloq degan cho'lda bir kanma Samsaq nomidagi kan deb bir tasadduqga atilib qoldi deyman. Atalgan. Men endi institutda doimlik xizmat qilsammi, bizning institutning o'zi proyekt va ilmiy tadqiqot instituti bilan Moskvada. O'zimning tajribamni shu institutda yoki boshqa institutlarda injenerlarga ko'p leksiyalar o'qidim. Institutlarga chaqirganda studentlarga leksiya o'qidim. Shunda qilib, umumiy yuz bo'lganda shu 25 yilcha, 24 yil, 25 yil atrofida shaxsiy geologiya xizmat qildim. Endi shuningga qaramay, dodi kasbi, bu kasbiga o'xshash ularni yozarman bo'lgan. Texniklik sohada bo'lsam, kichik vaqtimda shu Uyg'ur madaniyati, tarixiga qiziqib, shu uyda, bizning uyda shu dadamlarga bir mashrab bo'lib, sap olimlar, yozuvchilar yig'iladi birma. Ziya Samedi va hokazolar bir mashrab bo'lgan. Kichigimizdan qinamizga singib ketdimki Uyg'ur tematikasi. Men Uyg'ur temasidima biroz vaqtlardan beri ishlayapman. Mongoliyada xizmat qilganda, masalan, Uyg'urlarning asar atiqlarini hammasini ko'rdim. Qarabog'osin shahrini, Bejbaliq shahrini, uningdan shu Bayanchorning o'rnatgan toshga yozilgan mangu toshlarini, Qarabog'osin, Qaraqo'rim shaharlarini O'rxon daryosiga berib, O'rxon daryosining bo'yiga joylashgan-ku. Bu shaharlar qadimiy shaharlar. O'rxon daryosining suyini ichdim, O'rxon daryosida cho'mildim, O'rxon daryosining bilig'ini, O'rxon daryosining atrofidagi jonivorlarga ovchilik qilib eg'iz tagdim degandek va qaytib kelgandan keyin shu O'rxon Uyg'ur xaqonati to'g'rida, Bayanchor to'g'rida ko'p maqolalarni yozdim. Shuningdan mening Uyg'ur temasiga ishlashim boshlandi-da. Shuning teatrning murojaati bilan shu Bayanchor to'g'ri bir asar yoz deb aqlimga kirib, necha qitim murojaat qilgandan keyin men kelishib Bayanchor to'g'riliq drama yozdim. Uni darrov qo'ydi, bir 6 yil davomida qo'yilib keldi. Dramning nomi Bayanchor. Uningdan keyin O'g'izxon to'g'riliq drama yozdim. Libretto yazdım, balet. Ve bir neçe kitaplarını yazdım. Onun içinde endi tilga alarlığı 2005 yılı Uygurlar
20-ci yildagi ataqlı şəxslər degan kitabını yazıb çıxdım. Bu yerdə 350-cə ataqlı şəxslərninki ömür boyu yazılған. Bu ömür boyu yazılған ensiklopediya ataldı. Şundan keyin endi bunu 2 yıl burun Uyg'urlar ensiklopediyalık qo'llanma degan cho'ng hajmlik ensiklopediya yazıldı. Yerdə 620 ataqlı Uyghur şəxslərinin ömür boyu kirgizilgan. 620 ve 400'e yakın yerdə maqallar var. Qandaq maqallar desəniz, şu 12 maqam, Porbacin deganga o'xshash maqallar var. Şunun içinde Karzlar mı kirgizilgan? Şundaq maqaldan 200 maqal Uyg'urlarga. Sizden de bu işlerinizden qaraganda nurgun cihetlerden nurgun işlerini qıpsız. Özünüzün kəsbiniz geologiya bolsunmu, lekin Uyg'urga ait meyli edebiyat bolsun, meyli qadimki o Məngü taşlar bilan münasibətlik bolsun, ular yaşığa yerler bolsun, şular bilan münasibətlik nurgun nəslərini qıpsız. Ama ahırda bu hazırki zamandaki Uyghur ziyalileri hakkında yazgan bu əsəriniz mi biyografik ansiklopediya deb qoyumuz. Bu əsərimi nəhayətli qimmatli. Çünki hazırgacha bundaq əsər bir ikki qitim yazıldı, lekin sizinki qadimdan tartib bu hazırki zaman ziyalilərini tanıştırış cəhətdə tunji əsər deb aytishqa bo'ladi. Endi sizniki bu Kariz bilan tadqiqotimiz, Karizlarda tadqiq qilishingiz qanday boshlandi? Bundan burun endi Kariz yer ilmi deb qaralgan geologiya bilan munosabatlik geologiya qandaq fan, shundan boshlaylikmi shundan aslida. Chunki ko'pinchimiz geologiyani balkim bilmasligimiz mumkin. Bir aniqlama bergan bo'lsangiz, marhamat. Geologiya endi geo degan yer degan so'z. Geo yer. Logiya deganimiz ilim, yer to'g'riliq ilim deb tarjima qilsak bo'ldi. Bir söz bilan aytganda bunun elbette her türlü tarmaqları var. Hidrogeologiya, injenerlik geologiya, geofizika, geokimiya, petrografiya, paleontologiya, texnikalik tədqiqat ve hakazlardan ibaret köp tarmaqlardan tərkib tapdı. Geologiya. Her birisiga özünün institutuma kafedraları var. Ben şu hidrogeologiya ve injenerlik geologiyadan kafedrani tamamladım. Dedim. Onun endi öz aldığı her türlü tarmaqlarga bölündü bu kafedrama. Ben şu hidrodinamika sahasida köp xizmat. O hidrodinamika degan soha öz ichiga matematika, oliy matematika, fizika ve mexanikani birlashtirgan bir ilm bu. Nəhayət mühimki bu millətlerinki coğrafiyası, kan içişlər bilan münasibətlik, nədə nima var, qaysı kan aşqanda məsələn yer şəkli qandaq təsir qıldı degəndək nərsəni öz içigə alıdı. Bu cəhətdən sizə oxşaş bir ziyalimizin boluşu xoşalınarlıq bir iş. Çünki hər sahədə yetişkən adamlara ehtiyacımız var deb bu ekrandan hər qitim proqramda dəb turvatımız. Bu yer bilimi yoki geologiya haqiqatan biz uchun nihoyatda muhim. Mushu jihatdan yetishganligingiz uchun siz Karizlar haqida tadqiqot beribsiz. Endi qadimgi insonlar yer osti boyliqlarini, hozir texnologiya nihoyatda taraqqi ketdi, yer osti boyliqlarini tepishninki nurg'un nimalari bor, zapchastlari bor. Shu hozir bayqash oson. Qadimda insanlar yer osti boyliqlarini, yer ostidagi sularni qandaq topgan, qandaq bayqagan? Mushu haqda ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Qadimiy zamonda geologiya tarixiga kelsak, hem fanlarga o'xshash oddiylikdan murakkablikka qarab mangan oddiylikdan. Endi bugun Kariz to'g'riliq gaplar bo'lyapti. Karizma shuning ichida. Oldi bilan qayerda qanchalik qazın boyliq va qanchalik cho'nqurlikda bor,
qanchalik hajmida bor degan narsalar to'g'riliq tadqiqot ilinib berildi. Mushu qarzlarga keldigan bo'lsak, men shuning ichida qarzlarga to'xtalmoqchiman. Qarzlarga. Men ishlagan institutda qadimiy zamonda yer osti boyliqlarini qandoq topgan degan savolni qo'yib, shu haqida ko'p xizmat qildi. Masalan, uni deymiz biz biolokatsiya deymiz. Qarzga keladigan bo'lsak, eng oldi bilan qadimiy zamonda yer osti qazma boyliqlarini izlash uchun, tepish uchun lazaxod deydi. Mushu üzümning shixidan, ikki ochi shixidan tutib, yer ustida mangan vaqtida shu üzümning shixi yer ostidagi boyliqlarga sularning ta'sirida o'zining o'rnini mana shu o'zining o'rnini qo'zg'alish paydo bo'ldi ekan. Shuning necha gradusga qo'zg'alganini qarab, qanchalik cho'nqurlikda nima borligini aniqlab o'tgan qadimiy davrlar. Geologiya ilmi mushundan boshlangan deb qaraldi. Bu yerga suv masalasiga kelsakmi, suvning qanchalik cho'nqurlikda bor ekanligini bu ko'rsatadi. Yani aniqlaydi. Men baxtimga yarasha men ishlagan Moskvadagi institutda bir turkum olimlar mushu sohadima xeyli emgaklarni qildi, ularni e'lon qildi. Mushu üzüm shixining yoki ba'zan bir metal sterjlarning aylanishi graduslariga qarab qanchalik cho'nqurda nima yotganligini aniqlab, matematik usullar bilan, yangi usullar bilan alohida bir emgaklar yozdi. Bu eng qadimiy yer osti boyliqlarini aniqlashning birdan bir usuli mushu endi. Lazaxod Mushu esimdagi boshqa bir narsa bilan aniqlaganmi? Üzümning shixi orqali ikkacha shixi orqali adam mangan vaqtida yer ostida bir boshqa bir mo'jiza bo'lsa, masalan, top qatlimi desak, top qatlimining ostida yoki bir tumir bo'lsa, yoki qatlamda bir suv bo'lsa, yoki bir qazim boyliq bo'lsa, o tutayotgan üzümninki shixi o'zining gradusini o'zgartirib, qimirlaydi. Shuningga qarab, mushu joyda boshqa bir to'pidan boshqa bir narsa bor deb faraz qildi. O yerdan o'tib ketsangiz, u yana o yoqqa piqirmaydi yoki bo'lsa o'zining holatini o'zgartmaydi. Mushuning orqali yer ostida nima borligini aniqlash bir harakati. Bu eng qadimiy geologlarning qo'llangan bir uslubi deb aytsak bo'ldi. Mush haqida bizning institut, men Moskvada ishlagan yuqorida aytgandek ko'p tadqiqotlarni yurgazdi, alohida kitoblarni e'lon qildi. Uningdan keyin bu yerda siz qiziqyapsiz, hayron bo'lyapsiz. Yani bir aytib ketadigan narsa, bu yerda qo'lda tutayotgan üzümninki shixi yoki qo'lda tutayotgan metal yoki mis sterjin deymiz, u emas, adam o'zi sezdi ekan buni. O'zi sezib, üzümning shixiga yoki metalga signal berdi, u aynildi ekan. Buni aniqlagan. Buni har bir odamlar sezib olmaydi. Alohida qobiliyatli odamlar sezadi. Masalan, bunda misol keltirdi kitoblarda bir hammamiz velosiped haydalaymiz. Bir adam aran haydaydi, bir adam yaxshi haydaydi, bir adam ishtik haydaydi, bir adam chempion bo'ldi velosiped haydashda. Shuning o'xshash bu üzümning shixi bilan yoki metallar bilan izlagan vaqtida har adam har turli sezadi.
Hmm. Her türlü sezdi. Bunun da alayeten şundaq özünü çınıqtırgan adamlar bolgan ve konu zamanlarda ming yıllar ilgiri adamlar elbette nayetli sezgir bolgan. Şunun qarab meşede Hakikaten. manda fakat su emas, fakat su emas. Manda qazın baylıqlar var. Bu qazın baylıqını körsətmeydi bu. Meşede top katlam bolsa, şu katlamның içinde başka bir nesi yatıdı. Yak tümür var, yak bir koz var, yak su var, manç metrede aşını köstüdür. Bu Onu hakikaten gayet Adem özü kızıklarmış değil sezip, mi? Adem özü sezip Hmm. koludaki üzümnün şıkıga, yaki koludaki metal stержiniga belgi berdiken şu aylın. Şununla Hmm. qarab, qanchalik cho'nqurlikda nima borligini bir boshqa bir jins yotganligini aniqlab qezib topqili bo'ldi. Bu eng qadimiy bir uslub geologlarning ya qazma boylikni tadqiqot qilish izlanishda eng qadimiy uslubi bo'lib hisoblanadi. Bu üzümü Menimcha darxini bo'lsa, bir xatim etkende. menimcha bo'lsa, shu oltin, kumush ve su hakazlanma qadimiy adamlar mashtaq uslublar bilan izlab topgan bizning o'zimizning vatanimizni kasakma turibli bir masalan G'ulja atrofida qazilgan bir kan boyligi bor 2000 yillik. Tak shu qazib ashadi kanni olib chiqqan. U yoqdan emas, bu yoqdan emas, tak kanning tepasidan tushgan. Mana maşındaq uslublar bilan tapqan deb biz paras qilamiz geolog. Sezgir Hakikaten bo'lgan gayet odamlar. bu endi Turpan etrafida Karizlarninki tezilişi o etrafta üzümü darxı bekçik deb o'ylayman. Hozir aşnamın ikkisini birlashtirishdim o'zimning tasavvurimda. Üzümü darxı jiq bo'lg'achqa balkim yer osti suvlarida tepishdan foydali bo'lgan bo'lishi mumkin debchi. Bu endi yer qatlamini sxemada yer qatlamini qanday qilib nimalarni topgan degan su o'xshaydi-da bu. Ya bu resimde kolunda üzümün şıkı ne götürüp git vardı o. Ya aslında şu su bulsa ya hem demez bu bir yerde yıkın buldu. Ya ki bir yerde başka kazın baylık buldu, metal buldu, altın buldu, kümüş buldu, kömür buldu. Aşınınga bir xil yeğenin cinsleri emez ayrım başka bir cins başlaganda koludaki üzüm şıkı o aşınınga reaksiya berdi. Aylında o yaki kötürü. Şununla qarab tak meşede şu quruq yerden başka bir yaki suba yaki metalba yaki başka bir narsa var deb aşın. Ötüp ketse yani o pikirmaydı yaki aynalmaydı. Onu yani bayqı degendek onun qo'lidagi shox emas, adam o'zi sezib, bunun sezmi qo'lidagi asbobga berildi. Shuning aylanishiga qarab biz hisoblaymiz, qancha metrda, qancha cho'nqurlikda bunda nima qazin boylik bor deb bilamiz. Bu bir endi eng qadimiy va eng bir qiziqarli bir tadqiqot. Hozirma maştaq yo'llar bilan ba'zan bir yerning ostida ko'milib qolgan narsalarni, kozlarni, например, oltin kozlarni mushunaq usulda topqili bo'ldi. Hamma odam emas, ayrim bir sezgir odamlar buni topoladi. Qadimiy odamlarda albatta nihoyat sezgir kelgan qadimiy. Yani bu sahada özünü yetiştirgen adamlar bo'lishi kerak-da. Hozirgi hamda qadimgi geologlamışlar bo'lganda demak, mush sahada. Buni qadimiy necha ming yillar ilgari demoqchiman. Boshqa ishdan geologiyaning ishi boshlangan desak xato bo'lmaydi. Bu haqiqatan chunki o oltinni ishlatishni qadimiy bir nima oltinni topgan insonlar. Ve altın nima bu bayqı biz su to'g'riliq gap qilyapti. Altınga mı bu reaksiya berdi, qo'zg'aldi, qo'lda ketib atgan narsa. Kömürgümü qo'zg'aldi. Bu qo'zg'alganda altın kömür emas,
topluluk katlamda başka bir cismi var, topudan başka, yeni başka nemi var şunu göster. Su bayaki, altın bayaki, kömür var, şunu göster. Onu endi hem adamlar emas, intayın sezgürlüğü küçlük adamlar sezdi. Çoxum şundaq boluş kerak. Mutaxassislar deb qo'ymizda shu vaqtlarda yetishgan odamlar. Bu kariz haqida qandaq tadqiqotlar bo'ldi? Qandaq bayqaldi kariz? Kimlar bayqadi karizni endi? Necha ming yil burun hozir endi karizningki tarixi 2000 yil deyatıdı ba'zi tadqiqotlarda endi albatta siz eng to'g'risini hozir deyishingiz mumkin. Karizlar haqidagi tadqiqotlardan boshlaylik. Qanday tadqiqotlar bo'ldi? Kariz qanday bayqaldi? Marhamat. Ben endi kariz tadqiqotiga kelganda o'zimiz hozir Qozog'istonda turayotgandan keyin Qozog'istondan boshlay. Qozog'istonning o'sha Jambul shahri atrofida janubida Savron degan shahar bor. U Savron degan shahar o'sha Qarxonlar davrida silingan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Savron shahrininki atrofida karizlar bor degan tarixiy arxeologik materiallar bor. Şunu bilan o'sha 2000-yildan 2004-yilgacha 3 yil Amerika bilan Qozog'iston mutaxassislari birlikda 3 yil tadqiqot ishlarini olib borgan. Va uning отчетini yezib e'lon qildi ingliz tilida, rus tilida va uni bilan to'shdim, o'zimning fikrini yozdim. Bunga men o tadqiqot qatnashmadim, chet elda ishlab qolg'achqa bunga qatnashamadim, men anglamadim men. Bu proyektni Intas proyekt deb ataldi. Bu yerda endi ko'p utuqligim bor, kamchiliklarim bor. Men buningga o'z fikrimni yozdim. O'z bahorimni berdim. Gidrogeolog sifatida va karizshunos sifatida o'z fikrimni yozdim. Tanqidiy fikrimni yozdim. Endi uningga cho'nqirlashib ketib bir misol keltirsak, masalan, shu Savron atrofidagi kariz quduqlarining kengligi 6 metrdan 12 metrgacha deb bizdi. Dünyadaki karizlarninki hammasının quduqlari hem Turpan'daki karizning quduqlari diametri 1 metrdan oshmaydi. Uningdan ko'p qazishning ahamiyati yo'q. Bular unda xatolashgan joylari bor. O'z fikrimni yezib, evet, bahorimni berdim. Uningdan boshqa mushu bizning vatanda karizlar intayin jiq bo'lganlikdan 1998-yili kariz tadqiqot qilish jamiyati qurildi. 1998-yil. Uningdan burun bizda karizlar ko'p bo'lg'achqa ayrım maqolalar yozilib turgan, biroq shu 1988-yili respublika darajada karizshunoslik jamiyati qurilib, xeyli bir ishlar amalga oshdi. Masalan, G'upur Nuriddin To'linbekning Shinjongdagi yer osti qurilishi kariz degan kitobi mana ekranda ko'rinib turdi. 2007-yili yozilgan. Abdul Hamdil Niyaz bu kichalik tash to'polliq adam ulug' kashfiyot kariz deb 2006-yili kitob yozdi va Umar Sidiq degan adam Innoq ekologiya abidasi kariz deb 2012-yili kitaplarni yozgan. Bu kitapning o'xshashligim bor, ayrimchiligim bor. O'xshashlik tarafi bu kitaplarning hammasida Turpan tavasida Turpan o'ymalig'iga qumulmi kirdi emasmi? O'sha Turpan qumuli atrofida 1700 kariz bor deb yozilgan. Buni men qo'llab-quvvatlayman. Sabab ruscha yozilgan, xitoycha yozilgan manbalarda shu 1700 kariz bor deb ataydi. Bu ashini qaytilgan. Uningdan mushu avtorlarning ichida 2014-yili Şinjan'daki yer astı kuruluş
şirketining başlığı bu endi yer astı sularını tadqiq qilish idorasi shu ministerlikka bir teng idora bo'lish kerak. Şunun yetakchisi G'ofur Nuriddin bilan ko'rishishga men muyassar bo'ldim. Uni ko'rish uchun men o'zimizning Qozog'istondagi deb hisoblabdim. Berib idorasiga telefon qilsam, idorasidan alaydan qog'oz bo'lmasa, ko'rishishga bizga ruxsat bermaydi deganlikdan men G'azamat aka bilan yaqin aloqada edim. Bu odamning obro'yi nihoyatda cho'ng. G'azamat akaning murojaat qildim, telefon qilib, bugun kashqurun keling, shu odamni G'ofur Nuriddin degan u bir ministr darajasidagi odamga devide men komandirovka mang'atdim, biroq sizga yo'q delamayman, yo'q deyish sizga hurmatsizlik bo'lib qaraldi. Men anglab turman gapini. Men cho'qim olgan biletlarni o'tkazib o'tib, uchrashishga kelaman dedi. Men murojaat qilganda chet ellik bilan uchrashish bo'lmaydi degan gapni olgan. G'azamat aka degan vaqtida yo'q delamidi, biz kashqurulga uchrashib, u rasmlarni bor, birga uchrashgan. Şu G'ofur Nuriddin, Kariz jamiyatining raisi shu. Şinjandagi Kariz jamiyatining raisi. Ve o'zim bu kitobni yozgan edim. Birga uchrashib, o'zimizning Kariz to'g'riliq bilimimiz bilan biz o'rtoqlashdik. O'rtoqlashdik va shu ko'rib turgan kitobini menga taqdim qildi demoqchiman. Endi bular endi ilki injenerlar emas. Bir yerde kitaplarda mesela Karizni çatkan vaxtida qandaq naqsh etidi. Karizning to'g'ri qo'shoqlar, she'rlar, o'tkazilgan har turli urf odatlar degandek narsalar ko'p berilgan. Ve Karizning mavjud Karizning uzunliklari, ularning ismlari degandek mush masalalarga ko'proq to'xtalgan. Endi injenerlik nuqtai nazarida bu üç emgakning birsidimi yezilmagan demoqchiman. Endi rus tilida e'lon qilingan 1974-yili Nedra degan nashriyotdan Aziya gidrogeologiyasi degan kitob chiqdi. Men o'zim injener ve shu gidrogeologiya sohasining xodimi sifatida asasen o'zimning emgaklarimni mushu kitobdan qarab asaslandım. O mesela Turpan oymalig'idagi qarzlar, qanchalik qarzlar bor, Afg'onistonda, Ironda, Ozarbayjonda qancha qarzlar bor, ularning uzunligi, cho'nqurligi degan ma'lumotlar bor bu kitobda. Shuning bilan bir qatorda Turpandagi qarzlarning jami 1700 qarz bor. Ularning umumiy uzunligi 20 ming kilometr deb berdi. 20 ming kilometr. Turpan ve Qumul oymalig'idagi qarzning umumiy uzunligi 20 ming kilometr. Buni men qayta-qaytalab deganimda sababchi bor. Keyin chiqqan kitaplarda 550 kilometr deb beryapti. O bir tarixchilarning, mutaxassislarning yozgan kitobi emas. Bunu mening davatım alaydan şu vaqtidagi Xitoy mutaxassislari Şinjanga kelib, Şinjangda edi endi, eshak kelib tekshirib, qancha qarz bor, ularning umumiy uzunligi 20 ming kilometr deb shularning hammasini yezib ketgan. Shu asosda shu Aziyaning gidrogeologiyasi degan kitob yozilgan. Men shuni asos qilib gap qilman, men o'zim tadqiqotni shuningdan boshlayman demoqchiman. Çünkü bunda uzun bo'lishning sababi Tangri tog'laridan başlagan suni Turpan vadisiga ekilish uchun Teklimakan çölünün astidan epmangan deganga o'xshash nimalarmi borchu ba'zi materiallarda ashundaqmi debdi. Shularni hisoblaganda hatto 60 kilometrdan eshib ketish mumkin.
degan gaplarmi bor? Yo'q, yo'q. 2500 Bu yil burun. mutaxassislarninki bergan mushu nima deymiz? Mutaxassislarning bergan axborotli kitobida 20 ming kilometrda biz bor. Keyin bora-bora Uyg'urlarmi yozdi, Xitoylarmi yozdi, ba'ziga borgan seri bu aziyvadi. Asli bir mutaxassisning yozganda jami bo'lib 20 ming kilometr. Men ashuningda ishim 20 ming kilometr. O asas endi. O rasmiy injenerlarning, Xitoy injenerlarning bergan maqolasidan bergan amgigidan bu kitob kirgizildi. Yillarning o'tishi bilan bu hayron qolarlik. Masalan, yer sharini olsangiz, hozirgi yer sharini olsangiz, yer sharining diametri 12 ming kilometr desak, bu Paris 20 ming kilometr uzunluq. Gördünüzmü? Yer şarınınki uyuqıdan buyuqıdan teşip ya onundan mı uzun degan gap. Moşinchilik emgakni qilib bo'lgan. Gördünüzmü? Nim degan emgak bu? Hakikaten nait kadimden başlagan o rayonda napos köpeygen siri, insanlar köpeygen siri karzıga ihtiyaç köpeygen. Şunun bilen kezip muşundaq 20 ming kilometrlik yer astı bir sepilga o'xshash bir kanal. To'g'ri, sepil turga aylangan. Endi bu yerda nimishga Turpan qumulda karzlar qo'llangan, nimishga Qashqarda yo'q, nimishga Xotanda yo'q degan bir va boshqa Urumchida nimishga yo'q deysiz. Bu yerda masalan Qashqarga men birinchi qatim borgan vaqtida samolyot uchib qarsam Qashqar bir oroldek ko'rindi. Orolning o'ttirsidagi bir shahardek ko'rindi. Şundaq suğa mol Qashqar. Endi Turpan qaradığımız qaqasliq yer. Andaq üstten sular yo'q. Biroq yeri münbet, havası yaxshi bo'lg'ashqa, shu yer ostidagi sularni foydalanishga muhtoj bo'lib, masalan, Ironda bir ikki qarz qazilgan bilan Turpanda bayqı degandek 1700 qarz. Farqini bilyapmiz. Bu karzlar bayqalgandan keyin nurg'un tadqiqotlar ilib berilibdi. Siz deganga o'xshash ruslarmi? Turkiyadan bir necha kitob chiqarilibdi, nashr qilinibdi. Dursun Özden degan kishi tarafidan. Ama asosan aşaga berib ko'rib, sayohat xotirasiga o'xshash yozgan kitobga, onun nurg'un maqolalarni ko'rdim men. Ondan başqa hujjatlik filmlar ishlanibdi. Türkiye'de mi naiti zor qiziqish bor insonlarda. Lekin siz deganga o'xshash haqiqatan geologlarninki qilgan tadqiqoti az. Bundan keyin ham texnik ko'p kishi mushu sohada yetishib tadqiq qilar yoki shuni umid qilamiz albatta. Kariz haqida qisqa tushuncha bergan bo'lsangiz, bu qandaq bir qurilish? Qandaq qismlarni tarkib topadi? Marhamat. Ma'qul. Kariz endi bir alaydan geologiyalik, geografiyalik shariatda qezildigan narsa hamiyat. Suyu mol münbet yerlerde elbette o kirvi yok Kariz'daki. Kariz bu yer astidagi şu şaxta qo'shash yer ostida mangdigan bir eriq yerning ostida mangdigan eriq desak bo'ldi Uyg'urcha. Kariz qurilishi asosiy jihatdan quduq, tashma, tilma bu Uyg'urcha Turpan shevisida quduq, tashma, tilma, köl, kindik, tom kısımlarından ibaret. Ben bunu ayrım toxtalayım bularga. Mesela quduğu, Karizning quduğu nima uchun kerak? Men bilan shuni ko'rsatayam, shuningdan balki texnik tushunishli bo'lar. Karizning kesmesini
Buna bu Karız'ınki Karız Müzeyi'de Karız'ın üstüge müze yasap koygan Moşunun bir görünüşü endi Turpan. Banda Hakikaten Karız bir Müzeyi. çıraylı burada. Bundaq kezip Çıraylı yasap. sonunim qilish oson emas. Evet. Sistema şu Bunu değil. endi Karız'ın kesmesi bu. Bu kesme bunda qarsanlar bunu e, vertikalna turgan bu Karız'ın quduqlari, köpligen quduq. 20 quduq, 50 quduq, 100 quduq Karızlar var. Bu горизонтал turgan Karız'ın suyunu yığıp sırtqı unundakin ayrım bir miqdarda eriqlarda eqib bir kölge qo'yildi. Ben muşlan ayrım tushundiray. Bu Karız quduqi. Karız quduqi shu suv joyigacha qezildi. U nima uchun kerak desiniz? Shu quduq orqali odamma tuvanga tushidi, orqonga og'amchiga esilib ve şu ağamçı bilen yukarı çıkırdı. Onundaki quduqning ahmiyati qezilgan to'plarni, qumlarni şu çilek qo'shash sivatda şu quduq orqali yuqoriga ko'tarib, endi sirtqa qilib to'kib yana shu sivatini tushirib berdi. Nima uchun sivat desiniz? Sivatda ho'l sular iqib qoldida quruq tog' jinslari yuqori chiqdi. Shuning uchun sivatni qo'llangan. Onundakin yo'riqliq tushidi, quduq yo'riqliq tushirdi. Bu shundoq nimalardan iborat endi buningki funksiyasi. Karzlarning quduqlari asli 5, 7, 10 metrdan 100 metrgacha bo'ldi. Masalan, To'yxo'ja mozori degan yerda kitoblarga yozilishib qaraganda shu 100 metrga yaqinma shu bir quduqning egiz uzun cho'nqurligi 100 metr atrofida quduqlar. Bir quduq bilan ikkinchi quduq, buni vertikal turganlar, bular quduqlar bir quduq bilan ikkinchi quduqning oralig'i 10 metrdan 50, yaning refiga qarab 50 metrgacha bo'ldi. Masalan, o İrandagi karzlar 70 metrgacha bir quduq bilan ikkinchi quduq deb hisoblaydi ekan. Men endi bu mutaxassis sifatida buni ancha yoqtirmayman. Sabab 70 metr oralikda quduq bo'lsa, birinchidan yo'riqlik nachar bo'ldi, ikkinchidan bu to'plarni qezib 30-40 metr so'rab quduqqagacha qiyin ahvol. Shuning uchun shu hammadan optimal shu 15-20 metr, 50 metrgacha bir quduq bilan bir quduq. Buni yuqorida tuyanga vertikalni turgan bu shu nimalar endi Karzning quduqlari. Ma 5 Tashma deganimiz. Evet. Bu tashma deganimiz gorizontal. Hamma quduqlarni qo'shib suyini sirtiga olib chiqadigan buni tashma deymiz. Buning egizligi shu 1,5 metrdan ancha ig'ir. Adam bunda ingishib, mengib yerning ostida mangandek egizlikda bo'ldi. Kengligi 1 metrdan kamroq. Tashmaninki tunel deb qo'ysak, o'ngayroq tushunsizlar. Uni uyg'urcha tashma deydi. Shu tashmaninki razmeri ashta 1,5 metr, egizligi, kengligi 1 metrdan sal kamroq. Buni tashma deymiz. Bu tashma orqali yer osti suvlari yerning ustiga chiqarildi. Yerning ustiga chiqarilgan egizini oshma deydi ekan Turpan. Oshma deb atadi. Uningdan bu oshmadan Karzning eg'izidan Karz ko'ligacha bo'lgan orliqni tilma deb ataydi ekan Turpan. Tilma. Ko'rdingizmi? Tilma, tilishdiki. Tilma deb atildi ekan. Endi Karz ko'li suvning chiqqan miqdoriga qarab cho'ng kichik bo'ldi. Agar cho'ng ko'llar bo'lsa, o'tirsiga orol selinadi. Orol, sun'iy orol. Uni kindik deb ataydi ekan. Kindik deb atildi. Kindik deb. Buningki vazifasi Turpan tarafida nihoyat issiq havo, issiq. Shu ko'ldagi suvlar parga aylanib ketmasligi uchun shu kindiksab, kindikda har turli daraxtlarni tikadi. Har turli sortdagi daraxtlar. Ve Karzning ko'lini aylantirib terak qo'shash, ya'ni daraxtlar tikdi.
külengi olsun, issiqlikten parga aylanıp ketmesin degan maqsadda işte Karızның kölünün etrafında alaydan sortluq daraxtlar. Buna bu bir çel kompleks endi. Endi bununla sunun tazı turuş için alaydan belikning her türlü canavarlarını bakıp dedi. Gördünüz mü? Sunun tazı buluş için. O sunun fakat itizlik emas hem iç için mi kolunda emas mı? Endi ahırkısı Tom degan narsa bor. Tom. Muşu Karız külünün etrafında eriq-eriqlar qo'shilgan, ko'lning etrafida etizliklarga apirish uchun shu eriq bilan karizniki ko'lning qo'shilgan yeridagi to'salg'ini tom deydi ekan, tom. Bu asosan alaydan sortliq yog'ochni yasildi, aynaldırıp kütəsiniz su chiqib eriqqa qarab man. Yapsınız yepil qalır. Bunu tom deb ataydı. Endi bu karız suları köldekiler mesela bir sotkada 24 saat olsa 24 saat boyu nim qilmaydi o, sug'amaydi o. Keçileri to'xtab qilish mumkin. Yağmur yaqqanlarda, qar yaqqanlarda sug'amaydi. Şu vaqtida bu sular kölge yig'ilib, jiqiyib ashada saqlanib turish uchun shu köl qazidi. Karızning kölida. Mesela karzlar şu 6-7 xil her türlü injenerlik kuruluştan terkip tapıdı. Turpan karzlar. Bu atalgılar asasen Uygurcha nima degan chiroyli ismlarni qo'ygan. Bu endi ishlayotganlarmi shuni taxminan ishlayotgan quduq qezib boshda tushib topini chiqarib u yerdan yo'l nim qilish kerak, u yerga tushib tekshirib turdiganga. Bir qiziq so'zni deb qoldingiz. Gapingizni bo'lib o'tdim, kechirasiz. O'zbekistonda Abrayxon Berini to'g'riliq bir kino bo'ldi. Uningdima ashada Kars qo'lg'anni ko'stidi. Kinoda ko'stibyotdi. Men ko'rib kulib ketdim kinoda. Bu Xorazm atrofida yashagan odam butkul umr u Karsda Xorazmda aksincha suvdan qutulish harakati bor. Sozliqchiq. Bir yaqida Amudaryo, bir yaqida Sirdaryo oqadi. Yerda zaykashdan qutulish problemasi bor. Suv izlash problemasi yo'q. İki tarafida ikki daryo. Shuningga qaramay, bular Karsning quduqlarini qezib, ilqi tashminin oshqa vaqtida shaqirab turib etilib suv chiqadi. Asli anda qazmaydi. Oldi bilan bir quduq qezilib, aşı bir quduq suvninki suyi sirtqa chiqib turdi. Asta eqib turdi. Keyinsiga ikkinchi quduq qezildi. O ikkinchi quduqni qezib, birinchi quduq bilan yerning ostidan ikkinchi quduqni qo'shdi. Shu vaqtida ikki quduqning suyi chiqib turdi sirtqa. Undan keyin 3-chi, 4-chi, hokazo 100-chi quduqlar. Asta birdan qo'shdi. Kinoda ko'rsatgandek andaq emas. Shuni kino tushayguchilar ham buni humoyalar shunday tushirib qo'yadi demakchi. Bu yerda endi kinolarda ba'zi narsalarni shu taxminiy qilish mumkin. Endi Karizning boya siz dedingiz nurg'un atalg'ular Uyg'urchaga. Bu Kariz so'zining etimologiyasi, yildizi nima endi? Nimani qondirilgan? Qayerdan keldi? Bu haqda alaydan emgaklar bor. Mesela Beijing Milletler Üniversitesi'nin profesörü Altay Şunas olim Letip Toxtu degan adam yaşadı, profesör işleyen. Şunun şu Kariz to'g'riliq Kariz so'zining kelib chiqish to'g'riliq emgagi bor. O bir 20 bet etrafida buni men aldım, ko'rdim, o'qib chiqdim. Ko'p endi Karizning kelib chiqishi etimologiyasi Kariz so'zininki. U qadimiy Oltay tilida kar degan so'z bor. Kar degan so'z qazmoq degan so'zni bildirdi deb yozdi bir shakli.
Onundan bunu rivojlandırıp şu kariz degan so'zningki etimologiyasini yezib chiqib berdi. 20 betga yaqin emgak. Ben hammasini tafsili aytib turmayman, uning ahamiyati yo'q. Bu Şinjan Üniversitesi'nin ilmi jurnalda 1996 yıl e'lon qilingan maqola. Ben bu şu kişinin göz qarashini qo'llab-quvvatlayman. Sebep bu kariz so'zi İran tilidan chiqqan yoki arab tilidan chiqqan degan tartışlar bor. Bu adam Altay tilidan şu kar degan so'zdan chiqqan deb shuni isbotlaydi. Butunlay men şu adamni qo'llab-quvvatlayman. Ama Türkiye'deki bazı nimelerde, menbelerde kar izidan kelgan, kar qadimgi vaqtlarda kar erib nimaga singan, shu qarning izidan suni topgan degan ma'noda bu kar izi deb shunday bir nimalarni o'tirib qo'yibdi. Bu Beijing'deki Tadqiqot instituti, Beijing'deki Milletler İnstitut'ta işleyen, ders bergen Altayşınas olim şu kar degan söz kazmak, letip to'xti. Kar degan söz kazmak degan so'zdan chiqqan deb yozyapti. Şu menimcha bo'lsa shu durust deb hisoblayman. Çok rahmat. Ben özüm Muşa adamın... Merhamet, siz gapingizni bölüp kaldım. Endi Karzga o'xshash inshootlar. Karzga o'xshash boshqa yerda bormi o'sha inshoot boshqa yerlardan bormi? Ularning Turpan Karzdan farqi nima? Yoki Turpan Karzning alohidaligi nima? Karzga o'xshash inshootlar şu Merkezi Asya'da, Şarkı Asya'da bor. Mesela Azerbaycan'da, İran'da, Afganistan'da bir kısım karzlar bor yerde. Hazırgıçı mevcut mu karzlar bor? Mesela bayqı men degan Moskvada chiqqan Asya gidrogeologiyasi degan kasbiy kitobda Afganistan'daki qancha karz bor, İran'da qancha karz bor, bularning hammasini o'lchab, yezib qo'ygan. Masalan, Afganistan'da 40 yaqin karz bor. Uning chiqqan suv miqdori 0,3 metr kub sekund deb yozilgan. 40 karzniki 0,3 deb yozilgan. Tehronda karzlar bor. Onunki su miqdori 0,04 metr kub deb yozilgan. Bu kitobning 162. Endi Nishapur shahrida karzlarninki umumiy suv chiqish miqdori 0,05 metr kub sekund deb yozilgan. Bu kitobning 170 betida. Ve Gani Abad degan yerda karz bor, yerda suv miqdori 0,1 metr sekund suv chiqadi deb yozilgan. Bu endi chet eldagi karzlarning xarakteristikasi. Turpan Qumul to'g'riliqma ma'lumotlar bergan, bu Moskvada chiqqan kitob. Buningda ma'lumotlarni Xitoy olimlari bergan, ularning aytdi Li Kunfen bilan Chen Mo Xian degan kasbiy olimlar, shu gidrogeologiya, geologiya sohasidagi olimlar, shular karzlarni tadqiq qilib, Turpan tevasida 1700 karz bor deb e'lon qilgan. Bu kasbiy adabiyot endi. 1700 karz bor. Shu karzlarning 1158'i Turpanda, 440'ı Qumul tarafta deb yozgan. Bu Xitoy olimlarining berayotgan manbasi. Ularning hammasidan chiqayotgan suvning miqdori 16,2 kub metrdan oshadi deb yozgan. Xitoy olimlari berdi. Bu suv bilan haydilgan yerlarning
75% sug'urildi. Ve iç içini hem paydalandı degan. Bayqi dünyanın başka yerdeki karzlar fakat içiş üçünla qezilgan. Şunun için az miktar bulsuma şu yeterlik bu. Turpan da sunun az buğalıqdan üstendeki sularının yığının yok yakın buğalıqdan muş yeğenin astıdaki qezip karzdan su bilen yelen suaran. Başka dünya yüzünün hem tarafı da fakat içiş için kullangan. Turpanda 70% yani kar suyu bilen sualan şunun için intayın köp. Şunun için intayın köp. Endi yani şu kitabının 218. betide Turpan karzlarının ya Qumuldaki Turpandaki karzlarının uzunluğu 20.000 kilometrede bir. 20.000 kilometre. Bunu aslında saklap kılış gerek. 20.000 kilometre. Bu nayeti uzun. Nayet uzun bir mucize bu. Yeğenin astıdaki tünel de koyaylık, yeğenin astıdaki qezilgan. Bu quduqning emgigi bir kirgizilmegen. Fakat karzının, gorizontal karzlarının teşmisi, tüneli 20.000 kilometrede biz. 218. biti. Bunu görüp turupsiz ki bu acayip uzak gap degan gap. Şu 1700 karzının yeğenin astidagi kısmı 20.000 kilometre. Onu mesela Turpan bilen Moskvaga bunda santimetrini koyup aşını bilen sızsınız 5.000 kilometre çıkıdı. Demek Turpan'dan Moskvaga buğan 5.000 kilometre aralıkını yeğeni tünelde tişip 4 karz saldı degan gap çıkıdı. Çöndünüz mü? Moskva bilen Turpan aralığında yeğeni tişip 4 tünel saldı Turpala. Kolu bilen ketmen gücek bilen saldı. Bu karz şunas alımla hidrogeolog alımlarını şu vakitçe hayran kaldırıp yakısını sıkıp tova degan bir fakt. Endi bu 20.000 kilometre karzda bayıdıdık. Her bir 15, 20, 50 metre etrafında birden quduq bayıdıdık. Şu quduqning hesabısı mesela 800 mingdan 1 milyongacha quduq qazildi. Bu nim degan emgak, bu bitmez, tugmez, acayip jafolik emgak bu hesap. Bu hacı bo'lgan muhabbet, suvi bo'lgan tashnalik. Hakikaten. Endi bayıdıdık. Bütün dünya yüzdeki karzlarının İran, Irak, Afganistan'daki karzlarının ki hemmisinin cemini yıksınız, kanç su çıkıp da yıksınız, 1 kub metr sekundga yetmeydi. Bir dal turpan oymalığı bilen kumul oymalığı da 16 kubdan artık su çıkıyor karzda. Biliyorsunuz mu? Bunun şu vakti da karzlar qayerda qazilgan shuni bilvag'il bo'ldi. Uyg'ur xalqining mehnatkash emgak topqirligini ashada ko'rib oldi. Hakikaten naitama bir mucize hakikaten insanların, Uygurların kolundan çıkan, atababamızın kolundan çıkan bir mucize deyişke boldu ki. Karzın Uygur medeniyetindeki orni hem de bundan qaraganda naitama yüksek, yukarıda dep aytışka boldu ha. Elbette bu karz intayin qidimi inşaat qo'yay. Bu karzını köpçülük seyahatçiler, sayaklar bizning yurtimizga borganlar bu dehqonlarning emgigi yoki bir ustalarning emgigi deb kitoblarda yezib ketgan. Men uningga qat'iy qo'shilmayman. Sebab men geolog sifatim bilan uni doim rad qilib kelgan, yani rad qilmay
Bunun sebebi bu Kars ilmide topografiya ilmi, geomorfologiya, geologiya, hidrogeologiya, hidravlika, ya katlamları, mekanikisi, Markşedir degan hozirgi bilimler bölündü o. Şu bölümlerinin hemmisinin asası aş Kars. Mesela Markşedirlik işler deyilip, bunu mesela 100 yıl, 150 yıl burunla bir Nemis alimi yer astıda ki işlerini mesela bir 50 metre bir kuduk bilen bir kudukның aralığı 50 metre değil. Şu bir kuduktan düşüp karangılıkta sonu keçip yürüp ikinci kudukka top doğru tepip beriş gerek. Benim hesabım boyunca eğer bir kuduktan ikinci kuduk kazgan vaxtıda 1 gradus hada ketse ikinci kuduk gelgende kuduktan çıkmaydı 5 metre jiraklıktan çıkıp kaldı. Bırak Kars kazgıçılar adaşmay şu 50 metre etraftaki kudukni karangılıkta kol bilen tepip top doğru tepip çıkan. Bunu hazırki tilde Markşedir deymiz. Bu Markşedir ilmige 150 yıldan aşmadı. Bu Kars'ın tarihi benim hesabım boyunca 6000 yıllık gitti. Bu doğruluk yani gap kılınız. Şu mыңлыган yıllar ilgiri Markşedir ilmini bilmey turup Avrupalıklar hazır icat kılgan 150 yıl burun icat kılgan hesaplap Turpan Kars kazgıçılar nereden bilgen? Kandak kazgan degan savollar belli oldu. Bu sahada mening o'zimning tadqiqotim bor. Endi kasbiy olimlarga demese ko'pchiliklar ancha bir qiyin kelamdikida o to'g'riliq hozircha to'xtatib qo'yaylik. Endi bu Markşedirlik ilmdan boshqa yana gidravlika ilmi bor deydi. Tushundingizmi? Gidravlika ilmi deylik. Bunun neçe sahaları var hidravlikada. Bir yerde hidravlika ilmide şu yer astı sularını yıkışı iki kılgı bölündü. Laminarni, turbulentni yıkın deydi. Eğer turbulentni yıkın bu kalaymakan akıdgan bolsa Kars'ın suyu yer astındaki sular. O ondak yıkıpla Kars'la örülüp gitti, bir yılga kamay örülüp gitti. Biz görüyatımız ki 1000 yıllap işleyaptı Kars. Bildiniz mi? Endi laminarni iqish degan iqin bor. O tüp-tüz hem akıdı, fakat tüp-tüz akıdı. Bir suğa, erik suğa toçkalarını belirlesiniz, her bir toçkisi akkanda birbirine paralelini akıdı. Bunu laminarni iqin dep atıldı. Muş Kars'ın 30 kilometrelik Karslar var. 30 kilometre 1000 yıllap işleyatkan Karslar. Şu 1000 yıllar etrafında buzulmay yıkıvatkan. Demek şu kıypaşlık ne? Şunda hesaplap çıkan ki şu laminarlık yıkıştan akkan. Bunu 150 yıl burun Fransa'da şu iklimde Dupuy degen alim, Fransız alimi matematik yollar bilen hesaplap men icatkarı dep dünyaya jarsyapatkan. O laboratoriyada hesaplangan iqlimning ildamlığı kıypaşlık. Bu Kars kazgıçları 6000 yıl burun İralıklar 3000 yıl dep özünün Kars'ını davatıdı. Biz davatımız Turpan'da 6000 yıl dep men davatıma, onunla men yani kilme. Neçe ming yıl ilgiri şu laminarni iqishni hesaplap 30 kilometre Karslarını örülmeyden yazgan. Demek kıypaşlığını hesaplap bu. Emeliyatta laboratoriyada 150 yıl burun Fransız hesaplagan bolsa, Turpan Karsçıları 1000 yıllar evvel emeliyatta qilib bo'lgan. Buna yan bir misal. Endi yan bir misal keltiradi. Biz hozir bir Karsni mesela Qashqarda qazmaydi, Xotan'da qazmaydi, Kuchada qazgan yeri yok mesela. Ürümçide qazmaydi. Bunun ahmiyeti yok. Fakat Turpan'da Qumulda qazgan Karslar var. Bunun sebepleri var. Şunun için bu ilimni hidrogeologiya deymiz. Qayerda su var, qayerda yo'qni aniqlaydi.
Endi bu ilimde karız kança çoğunkurlukta, kança yer aslında ildamlıkta akıdı degan savollarga cevap berish kerak. Mümkün tufan uyulmalığı karızlar nayeti zich joylashgan, bir-biriga yaqin joylashgan. Agar bir karızni qizib, uning haq to'laydi, qazg'uvchiga, ishchilar deb qo'yilib, injenerlar shu zamonning injenerlari. İkinci bir karızni, ikinci bir boyvachchi zakaz qildi. Bir karız bilan bir karızning orlig'ini hisoblash kerak. Hozir biz uni hesaplaymiz, radius влияния deymiz. Uni skvajinlar qazib, her türlü tadqiqot ishlarini yurgizib, oliy matematikalarni qo'llanib, necha kun hisoblab, muni karızdan, muni quduqdan, muni quduqcha mancha metrda qolsa, bir-birisiga ta'sir doirasi bo'lmaydi deb hisoblab, orlig'ini topamiz. Ko'p injenerlik hisoblar bilan, kompyuterlarda hisoblar. Endi karızlar Turpanda shundoq zich joylashgan. Sizning karızingizning suyi men qazig'an karızning suyini tatib aketmaydi. Sizning karızning qishinizda men karız salsam, sizning karızning suyi azaymaydi. Shu bitta agar azaysa da'vo qilsiz. Ko'zingizda shu radius влияния degan hisobni ular qandoq bildi? Men mush kungacha o'zim mush kasbning gidrologiyaning mutaxassisi injener bo'lsammi, ular boshqa ko'p savollarga javob topdim, biroq shu radius bir-biriga ta'sir doirasini qandoq topganligini mening buningda aqlim yetdi. Shundoq zich joylashgan, o rasmlarni ko'rib turib, parallel karızlar intayin jiq, biroq birining suyini biri olib ketmaydi. Biriga ta'sir qilmaydi. Undaq bo'lsa o'choqlarda injenerlar bor deb aytib bo'lamda. Shuning uchun ajoyib yaxshi matematik. Shuning uchun karızni dehqonlar sog'an deganga men hammasiga shu isbotlarni keltirib, karızni oddiy dehqonlar sog'an emas, oddiy ustalar sog'an emas karızni. Öz zamanısının eng oliy injenerlar sog'an deb men shuni isbotlab kelyapman. Haqiqatan. Endi ko'pchilik joyda dunyoda hammalar Egiptdagi Xeops piramidasini bildi, haqlar berib ko'ryapti, uni madhiylaydi, qancha kitoblar yozilgan, madinalar yozilgan, biroq u yerning ustidagi imorat. Yerning ustidagi imorat. Karızlar yerning ostidagi tish biyasilgan yerning ostida. U ko'rinmaydi. Shuning uni madiylash uchunmi, uni bilish lozim. Masalan, Xeops piramidasining eg'irligi 5,4 deymizmi Uyg'urcha million tonna. 5 million tonnadan sal oshgan. Xeops piramidasining taş piramidinin uzun eg'irligi. Endi Turpanda ki mush karızlardan chiqqan to'pining men injener sifatimni hisoblab chiqdim. To'pining eg'irligi Xeops 20 million top. Shu to'pini endi yana solishtirsangiz, Xeops piramidasini solganda minglagan odam ishlagan. Minglagan odam bir daqiqada ishlagan kecha-yu kunduz. Turpan karızını qazg'ab oldi. Bir odamdan ortiq odam qazmaydi, kiramaydi u o'nkirga. Bir odam qazdi, bir odam tushuydi, o'sha zayning qorong'u yerda. Bir odamni qazdi. Ayada minglagan odam bir daqiqada yerning ustida ishlaydi. Buni ikkisini silishtirganda, silishtirib, uning qanchalik qiyin ekanligidan tasavvur qila olamiz.
Medeniyet tarihimizdeki ornuna aitimi yuqoridagi haqiqatan bu qarzlarniki. Bu Undaq endi bolsa, Keops piramidasi oxiratlik imorat. hı, Adamlar dunyoga ölgəndən ketganda keyingi. jasadini Hı, qo'ygan hı, deb. hı, Endi yana bir oyimchiligi bu qarz degan kelajak uchun, kundalik turmush uchun turmuş qazilgan üçün, hayat üçün. Hı, inshootlar shu bugungacha uni haqlar suyini ichib, yerini sug'urib kelyapti. hı, hı. Evet, doğru dedin sen. Endi bu qimmatli mirosimizning hozirgi ahvoli qandaq endi? Qo'g'dab qelish uchun nimalarni qilishimiz kerak? Nihoyat tez qurib ketishga boshlabdi hozir umuman bizni ansirtadigan tarafi. UNESCO'ga iltimos qilib, uni saqlab qolish mumkinmi sizce? Endi bu yerda yana bir qo'shimcha bir savolingizga javob berish uchun yana bir savolga javob berib o'tay. Qarzning tarixiy to'g'riliq gap qilishga Hı to'g'ri keldi. hı. Hı. Boya deb Evet. ketdingiz, qarz o'ymoqlikdagi qarzlarning tarixini Xitoy manbalarida 2000 yillik deb hisoblaydi. Hı. 2000 yil deb hisoblaydi. Shu 2000 yil ilgari bir sayohatchi kelib Turpan vodiysiga bu yerda qarz degan narsalar borki deb yezib ketgachga shu ko'rgan vaqtni hisoblab 2000 yil deb hisobladi. 2000 yil. Endi bizning hisob bo'yicha, matematik hisob bo'yicha 20 ming kilometr uzunlikdagi qarzni qazish uchun uning diametri 1 metr deb hisoblasangiz, 1 metrmi endi ko'plik bo'ladi. Egizligini 1,5 metr deb hisoblasangiz, men endi o'zimizning geologiyalik normativ bilan hisoblab chiqdim. Hammasini bu 20 million metr qarzni qazish uchun 6000 yil ketdi. 6000 yil. 6 yerda daqamda turib, sotkisiga 20 soatdan ishlasa, bir yilda 10 ay ishlasa, 6000 yil ketadi. Albatta, qarz 6 brigada daqamda turib 10 ay ishlash mumkin emas. İşlemigen. Mümkün. Sokuş bagajları 10 neçə yıllab toxtab qalğan. Hı. Bir brigada işledimi, 2 brigada işledimi, mening hesabımca 6 brigada. Hı. Qısaq 6000 yılda to'g'ri. Bu endi qarzning tarixi nihoyatda uzoqqa ketyapti. Bu o'zimizning mutaxassisligi bo'yicha ko'plagan manbalarni foydalanib hisob qilganda 6000 yil ketdi. Hı. Qarzlarning tarixi. Buni endi ko'p debmi o'ylash mumkin, biroq dunyo yuzida shunday hayron qilarlik qurilishlar bor. Ularma shu 5000, 6000, 7 yillik masalan Xeops piramidasimi hozirmi mo'jiza tig'ichi masalan biz bilmaymiz qanday sog'anligini, har turli variantlar bor buniki. Qarzlarma shuning o'xshashlar. Shu davrlarda 5000, 6000 yil burun qarz silish boshlangan desak xatolashmaymiz. Kariz'in yeşini 6000 desek bo'ldi ekanda, mesela Kariz'ning qancha Endi kirdi shu degan. matematiklik hisoblash, mening hisobim bo'yicha İranlıqlar 3000 yıl bədi. Bəlkə ularning 3000 yılda ularda azlar bir iki qarzlar var. Uzunluğuma Turpanın bir qarzının uzunluğu tən, bir qarzının uzunluğu tən. Bizdə 1700 qarz var deyətmən. Bularni qezib buluş üçün 1700 qarzni o bir adam qazdıgan gap emasmi qo'l bilan bir adam kirib shuni 6 brigada daqamda ishlagan paytda birinchi kategoriyalik qattiqda ishlagan yerda 3-chi, 4-chi kategoriya qattiq bor. Men qarz qazg'uchilar bilan Turpanda, Guchundiga yerda qumullarga berib hayot qolgan 80-90 yoshga kelgan odamlar bilan suhbatlashib keldim. Qumulga alaydan bordim. Qarz qo'laydigan bir 90 yoshli odam bor. Uday ukam nimdaysiz deydi. Bir kun tushib ishlab bir sevat to'pa emas
yanchiqqa silib mundaq achqidigan vaqtlar bo'lgan deydi. Demak, u qattiqlik birinchi kategoriya qattiqlik emas, uchinchi, to'rtinchi kategoriya qattiqlik yeladimi, qarzlarni chapqan. Bularni mening hisobim bo'yicha hammasi birinchi kategoriya bilan hisoblagandimi 6000 yilga ketdi. Buni da balkim uzartsak bo'ldi, qisqartishga bo'lmaydi. Haqiqatan. Siz undaq bo'lsa oxirgi qarzchi Tursunjon apandim deb bir kishi borki, shu kishi bilan ko'rishga o'xshaysiz-da. Men mush qarzlar jamiyatining raisi bilan ko'rishdim. Bu to'g'riliq yaxshilab bilay desangiz, men uqtirib berib bu odamga telefon qilsam, qizlar oldi, ko'rishadigan, men Olmaotadan kelgan, mush qarzlarni tadqiqot qilyapman, o'zim kasbiy geolog dedim, javob beribdi, hukumatdan ruxsat bo'lmasa, chet ellik bilan ko'rishilmaymiz. Bizda andaq biz tarafda andaq cheklama yo'qchu. Shuning uchun bu qandaq men ko'rishman bu odam bilan deb G'ozamat aka bilan biz aka o'qib yurgan rassom G'ozamat. U Shinjang bo'yicha atoqli hurmatli odam, Bejindimi hurmati bor, yozuvchilar va rassomlar jamiyatining raisi. U odam voy men uning bilan yig'inda ko'rishgan deb telefon qilib, bugun Palayaga kelsangiz ko'rishsak dedi bu odam, sizga yo'q deyish hurmatsizlik bo'ldi. Men Bejin tarafga ma'noda bilet olib qo'ydim. Shuning uchun men bu biletni o'tkazib o'tib, ertaga yetkab kashqulun jazman kelman dedi. Men telefon qilganda uning yordamchilari rad qilgan, Kagayada birga o'tirib suhbatlashdik, gap qilishdik. U emgaklar to'g'riliq gap qildi. Men o'zimning emgaklarimni topshirdim. Uningga qizg'in gap bo'ldi. O to'g'riliq rasmlarim bor men kitoblarimda suhbatlashyapman. Shu odam bu qarz jamiyatini boshqaryapgan paytda. Bilim shu chog'larda beryapti ekansiz, o chog'larda shundaqda endi hozir ham nima ishlar bo'lib ketdi, uqmaymiz ham bu yerlarda. O kishilarmi balkim o o'rinlarda qolamagan bo'lishi mumkin. Endi qarzning hozirgi ahvoli haqida so'zlab bergan bo'lsangiz, vaqtmi xeyli nima bo'lib qoldi? Bir soatni oshdi. Endi 1974 yildagi hisobotga qaraganda qarzshunos gidrogeolog deymiz, suv bilan shug'ullanadigan mutaxassislar Xitoylarning bergan boyaqi eti atalgan Turpan o'ymonligida 1700 qarzni tizimga olgan. 1974 yili rasmiy texnikalik manbada 1700 qarz bor. Endi 2003 yilda yana shu mutaxassislar 400 qarz qoldi deb 30 yilda 400 qarz qolgan. Demak, shu 30 yil ichida 1300 qarz qurib yoki o'rilib ketgan. Agar bu holat shunday davomlashaveradigan bo'lsa, qarzlarning ahvoli buningdagi nima bo'ldi? Bu bizning bir madaniy merosimiz. Endi 1998 yilda qarz jamiyati qurildi Urumchida. Ben onun yig'inlariga biroz qatnashdim. Tushirilgan kinolarni ko'rdim. Maslahatlar, munozaralar bo'ldi. Turpanda qarz muzeylari silindi. Ve qarzni himoya qilish to'g'riliq qonuniyatlar qabul qildi. Masalan, 2006 yili 9-oyning 29-kuni 10-navbatlik xalq qurultayida qarzlarni qo'g'dash haqida 36 moddalik nizomnoma qabul qildi. Qarzlarni viloyat darajadagi qonunlar, rayonlik darajadagi qonunlar ve her bir kentlerge buyruqlarni tushirdi. 36 modda. Endi bularning hammasi ishlayotgandi, ishlamayotgandi, biroq qarzlarning soni kundan kunga qisqarib ketmoqda. Endi ret kelganda shuni aytish kerakki, boyaqi Irondagi bir tal qarzning uzunligi 32 kilometr. 32 kilometr. Bundaq qarzlar Turpanda intayin ko'p. 1600 qarz bor. Uzun qisqa bu. Buni 2007 yilları UNESCO deymiz,
Birleşken Memleketler Teşkilatı'nın kışıda medeni miraslarını saklaş, asraş cemiyeti var, UNESCO degan. Şu öz karmığı ile İran'daki şu bir karızını qoğdaş'a kirişti. Endi Turpan'da bir emas 1700 karız. İyadaki karzı qarganda neçe esse uşuq su miqdori chiqyapti Turpan. Kundan kunga kamayyapti bu sular. Shundaq bo'lsa-mu, qarzlar hozirgacha davomlashyapti, suvi kamayyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, har holda qarz jamiyati va ola tirishayotgandi demoqchimi? Şinjan hükümeti 12 muqamni Qirg'izlarning manasini shu UNESCOga kirgazdi, himoya qilishga kirgazdi. Men ümidim borki, shu UNESCOga qarzlarni kirgazsa, qolgan saqlanib qolgan 100 qarz qoldimi, hozir 200 qarz qoldimi, shularni musulmon saqlab qolsa degan ümidim bor. Hakikaten şu qattiqroq tedbir qo'llanib bu qarzlarni qo'g'dab qilish kerak. Agar undaq bo'lmasa 25 yillardan keyin, yana 25 yildan keyin qarzlar tugab ketishi mumkin deganda ko'z qarashlarmi borki, hakikaten odamni bek bearam qiladigan bir xabar. Balki bu yerda suni endi boshqa taraflarga tortib ketayotgan sabablar, qalaymiqan qo'llanish, bilmaslik, u yerninki alayidligini, yer shaklini bilmaslik, neçe ming yıllık yaşap kelayotgan o xalqimizning jug'ligan o bilimini, tabiat bilan bo'lgan, shu rayon bilan bo'lgan munosabatlik o bilimini yo'q chiqarib yoki ko'zga ilmay u yerda xohlaganini qilish zo'rliq zo'mbo'liq hamma tarafda bor. Shu sababdan ham bu qarzlarniki umri qisqarib ketayotgan bo'lishi mumkin. Siz deganga o'xshash xalqaradan balkim UNESCOga agar tizimga elinsa, xalqaradan bir besim bo'lsa, u yerdan qo'g'dab qilish mumkin bo'lishi mumkin. Endi oxirgi yurak so'zingizni olay. Ma bir nimbatni hozirgi ahvolni ko'rsatgan, men shuni ko'rsatay, siz bunun bilan munosabatlik hozirgi ahvoli endi. Hozirmi yana bir jihatdan bu qarzninki yana bir alayidligi, hozirmi shu yerlik xalq buningdan foydalanyapti. Shundaqku, yana endi o'zining butun kuchi bilan uni qo'g'dab qilishga tirishyapti, yana qo'llanyapti. Chunki bu yerdagi xalqninki hayoti mush suvga bog'liq. Her halda hozir saqlanib qolgan qarzlar bor. Men oxirgi qitim 2016 yılı borganda yana bir qitim Turpan, Pichan nahiyalarga bir qadar qarzlarni ko'rib, tadqiqot qilib ko'rib keldim. Meydinbay qarzini degan qarzlarni ko'rib keldim. Ularni sug'urish uchun, ichish uchun iste'mol qilinibdi. Her halda bu kundan kunga ozib ketyapti. Nimişke azib ketyapti deseniz, Turpan bir oymallık. Şu muhitnin nimisini nol desek, Turpan 154 metre çonkurluk joylashgan. Bir oymallıkta joylashgan Turpan. Eşeğde bunun acayip alayidligi. Şunun için bir yerde qarzlar qiyzilgan. Bunundakin bu şundaq bir oymallık buğalıqdan qarzlar bilan təminləş işləri bu atqalıqdan köp adamlar cıq yaşsa su yetmeydi. Su yetmedi. Şunun için köp köşküller, şərqdən gələn köşküller kiliyə verib joylashıvergandikin ularga suvni iste'mol qilish kerak. Qarzning suyu yetmeydi ichimlikka. Şunun için cho'nqur quduqlarni qazgan. Skvajna deymiz. 100 metre, 150 metre. Bunu nasoslardan tatqandı ki qarzlar qurishga başladı. Çık qarzlar qurish, o'rilishga başladı. İkinci, Turpan oymallıqdan cıq neft tepilib
neft skvajinalari qazildi. Bu neft skvajinini qazish jarayonida su kerak. Su ishlatildi. Onun qishida yana skvajinlar cho'nqur quduqlar qazilinib, suvni chiqargandan keyin o suvning nimiz tuvallab qarzlar qurishga boshladi. Qurishib, o'rishga boshlandi. Shuning uchun 1700 qarzdan şu oxirgi yillarda hozir bir 200 qarz qoldimi, qolmadimi, hammasi o'rilib tugashga boshladi. Bu tarixiy mo'jiza, tarixiy bir ilm-fanning yig'indisi. Bu yerda yuqorqi degandek ham geologiya, gidrologiya, Mike Shedder degandek ilmlar chiqqan shuning uchun buni biz albatta saqlab qilishimiz kerak. Bu saqlab qilish jihatdan Şinjan hükümeti ishlarni qilyotidi. Menimcha bo'lsa u yetkiliksiz. Buni to'xtatish uchun qarzlarninki yo'qolishini to'xtatish uchun Turpanda odam soni suvni iste'mol qilish ne azaytish kerak. Odam soni ko'p odamni qabul qilolmaydi Turpan uyma. İkinciden neft qazish uchun su kerak. Shuning uchun ba'zan ishlarga qanday tiyim silish kerak demoqchi. Agar biz qarzlarni saqlab qolaylik. Bu resimdekilerinde yukarıdan görünüşü mü qarzlarning? Bu bunu o'ng qo'l tarafimdagi bir tal qarz, bu bayqi İran'daki qarz. Shuni UNESCO qabul qilgan shumi? UNESCO qabul qilgan shu bir qarz. Bunu sol qo'l tarafdagi ko'p paralel tush ko'ringan bularni qarzlar, tochkalar qarzlarni qezib chiqargan to'plashlar döngüp yerning ostidan ustiga chiqargan to'plar, shu döngliklar, shu bir dönglik bilan ikkinchi dönglikninki oralig'i 25-30 gayda 50 metr. Hakikaten japalık bir işke bu. Japalık. Undaq bo'lsa, yana qo'shimcha qiladigan so'zingiz bormi? Qo'shimcha so'zlar bu qarzni bir qatimda hammasini deb ichsirini aytib tugatish mumkin emas. Men rus tilida ko'p konferensiyalarda, anjumanlarda Turpan qarzi to'g'riliq yozdim, kitoblarga chiqardim. Bu bir soatlik suhbatda tugamaydi. Buning ajoyibligi endi. Endi bir qisqacha axborot bo'ldi. Balkim anglag'uchilar ko'p tushungandi. Savollar bo'lsa, yana men uningga javob berishga tayyor. Bir savol bor. Siz mushu sohada bir shogird yetishtiryapsiz deb bir savol keldi. Mush o'quvchingiz bormi? Endi bu gidrogeologiya sohasiga kirdi. Gidrogeologiyada gorizontal oqadigan suv inshootlari degan alaydan tema uning o'rgatidi institutlarda. Biroq u qarzning oddiy bir turi. Cho'nqurligi 5 metrdan oshmaydi. Ekskavatorlar ilib, qezib, turbini sep, qaytadan ko'mbitadiganlar cho'nqur. Bu sahada meningma o'zimki qurdirgan, qarzga o'xshash qurdirgan Qozog'istonda va boshqa yerlarda inshootlarim bor. Qurg'izgan ishlar bilan. Qarzning uslubini qo'llanadi. Biroq buni qarz degan bo'lmaydi, 5 metrdan oshmaydi cho'nqur. Endi qarz nihoyatda murakkab cho'nqurligi bayqa aytgandek, masalan shu To'yxo'ja mozorida 90 necha metr qarz. Endi shuni saqlash uchun harakat qilish kerak. Dunyo madaniyatining bir turi. Bir ikkinchi bugungi tinchlig'uchilarga rahmat deyman. Bu texnikalik axborot bo'lganligi uchun men qayta yezib rus tilidan, ingliz tilidan uyg'ur tiliga loyihlab aytish uchun xeyli tirishib vaqtim. Buni
Tushunaldimi, tushunamidimi uqmayman. Savollar bo'lsa, men yana javob berishga tayyor. Endi shogirdlar buningga qiziqadigan gidrogeologiya sohasida hozircha qiziqib bu sohada ishlayotgan odamni ko'mdim. Men yozib tadqiqot qilyapman. Endi bizning ishimizning bir sohasi bu. Sohasi. Gorizontal oqadigan suv inshootlarining eng murakkab turi. Bu insularda o'qitilmaydi, Karis. O'qitilmaydi. Faqat bayqi Turpan etrafida ve şu İran, Irak, Afganistanlarda az miktarda var. Başka yerlerde. Özümüzün vatanimizde hem de bu Karis bilen münasebetlik məxsus üniversitelerde, fakültelerini içip, bölümlerini içip insan yetiştirgen bolsak, adam kişi yetiştirgen bolsak başka kişi boladı hem de olanı kılamayız. Pek efsusnarlık iş. Köp rahmet. Bugün siz degen oxşaş Karis'e ait çoğun bir tema, onun üstüne ait texniklik atalığı ola. Buların hemmisini siz bence yaxşı düşendirdiniz dep oylayman. Nurgun tayarlık kıldınız bu program için köp rahmet etme. Çünkü siz Rus mekteplerinde okudunuz, Rus üniversitelerde okudunuz. Bu atalıqlarını birleştiriş, atalıqlarını Uygurcalaştırış, amubab kılıp anlatış asan emas. Size köp rahmet etme. Qadirli görürmenler, juqurda Uyghur halkının aql parasının, tirishchanliginin namoyandisi bo'lgan yer asti suv kanali Karis haqida to'xtaldik. Karis hamda Uyg'urlarning aql parasti, o'z vataniga bo'lgan cho'nqur muhabbatining bir namunasi deb aytishga bo'ladi. Karis maydoniga kelgan yer Abdullam akam deb ketdi. Uyghur bu rayon hamda Turpan oymanlığı dünyada deniz yüzünün en töven yerlerinin biri. Otbalık deb qadimki yadigarlıklarda ismi Otbalık bu hamda Ot şehri deb atalgan o yer. Su bulmasa hayatlık bulmaydı. Mana şundaq suyu yok. Çıdıgısız ıssıq bir yerni ecdadımız taşlap ketmey, öz aql parası bilen bu yerni vatan qilib qurup chiqqan. Minglarca yildan buyan bu zeminde yaşap Karis medeniyetini barpo qilgan. Dünya medeniyetlerinde su medeniyettir deydigan bir gap var. Sunun etrafında medeniyet meydana keledi, hayatlık meydana keledi. Yer astidagi suni qandaq ishlatishni bilgan, hatto hozirgacha qo'llanib kelgan biz bu aqlli, farosatli, tirishchan ajdodimizga cho'nqur hurmatimizni bildiramiz. Ulardan faxrlanamiz. Afsuski o jannat vatanga biz to'liq ega chiqolmadik. Karizlarimizni Uyg'urlarningki boshqa yo'qolib ketayotgan qimmat miroslarga o'xshashlar karizlarimiz hozir kundan kunga qurib yo'q bo'lib ketyapti. Buning amaliyotini so'zlab o'tib ketdi olimimiz. Bu program orqali siz ko'rganlarimizga Karis haqida, ajdodimizning aql parasti haqida, biz ega bo'lgan qimmat miroslarimiz haqida oz bo'lsa ma'lumot beradigan bo'lsak, o'zimizni baxtli his qilamiz. Uyg'urning madaniyatini qo'g'dash, o'rganish, asli tutish hammamizning burchi. Vaqt munosabati bilan programmamizni mush yerda oyoqlashtiramiz. Kelar qitim akademiya suhbatida ko'rishguncha salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Xayr xo'sh. Hammanglarga rahmat.